Assalomu alaykum, Sayyid kanalining qaddi bilan qadrli hurmatli obunachilar akalar. Bugun biz nima viloyat To'raqo'rg'on tumani Shohidon chorva bozoridamiz. Shu yerdagi otlarning narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz hurmatli obunachilar, yosh to'ychiqlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugungi sanlarimiz 17-fevral hafta kuni seshanba 2026-yil. Shohidon ot bozori xudo xolasa qaynayapti hurmatli obunachilar. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun birdan like tugmasini bosib, obuna bo'linglar, obuna bo'linglar. Kommentariyada o'tanga rahmat ko'rsatsangiz, sizlar uchun biz mehnatdan charchamaymiz xudo xolasa. Bozorimizda savdo har doimgidan ancha yurib qoldi. Bo'lmasam biz otlar narxlari bilan qator tanishtirishni boshlaymiz. So'ka hormang. Sizdan bo'ga? Yosh necha? Assalomu alaykum. Necha? 1,5 yasharlik to'yimiz ekan hurmatli obunachilar. Parodasi qanaqa kelyapti? Parodasini bilmaysiz? Bo'yichi 155 plyusga olishaveradi, ha? Zo'r. Mindi bo'lganmi? Hali mindi bo'lmagan, lekin yuvosh, ha? Eplab olsa bo'ladi. Narxi necha pul aka buni? 23 million kam bor. Bahos bo'ldimi? 18,5 ga bermadingiz. Ustiga qo'shsa berasiz. Zo'r. Telefon raqam yozamizmi aka? 93lik. Necha? 495 19 00, ha? 19:00 ekan hurmatli obunachilar. Bemalol akamizga ovqat ko'rasizlar. Yana bormi aka? Tagi sirop olsa, aloqaga chiqsa shu ta'di. Zo'r. Bo'lmasam keyingi o'tlarga o'tamiz. Bu qorat narxi nech bo'lgan aka? Kimdan bu? Sizdanmi? Bratishga ustidan minib turibdi ekan. Sizlardanmi aka bular? Mana shu yanimiki. Gapir. Sotildimi? Yo, sotiladi. Ko'ramiz, bilmasa keldi. Obar. Keyingi to'yimizga o'tamiz o'zim. Assalomu alaykum. Xudo xormang. To'y narxi nech bo'lgan tog'a? 11,5 million. 11,5 million kam bor. Bo'yni o'lchab ko'rganmisiz? Boy 1,25. 1,25, ha? Hali yoshi to'lmagan. 7 oylik to'y. 7 oylik to'y. Yuvoshligi yuvosh, ha? Yuvoshligi hurmatli obunachilar. Bahosi nech pulga chiqdi tog'a? 10 million so'rashdi. 10 millionga bermadingiz, suya qo'shsa berasiz xudo xolasa. Qo'shsa beradi. Telefon raqam yozamizmi? Telefon nomer 97lik. 97lik. 252 1085. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol qochib ko'rasizlar. Mesni qo'yib to'lamiz kerak bo'lsa. Xo'p, keyingi to'ylarimiz hurmatli obunachilar. Ustoga hormang. Assalomu alaykum. To'ylar narxi nech pul ekan bular? 11 milliondan. Necha oylik bular aka? 5-6 oylik to'ylar, ha? Bo'yni o'lchab ko'rganmisiz aka? Parodasi qanaqa bo'lardi? Ha, parodasini bilmaysiz. Bo'ylar hurmatli obunachilar 1,25 atrofida. Bunisi 1,30 chiqib qolishi mumkin, narigisi 1,25 atrofida. Telefon raqam yozamizmi aka? 99lik. Necha? 140 68-73, ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga qo'yib ko'rasizlar. Mesni qo'yib to'da kerak. Baraka. Yana o'g'ri bo'lib ketadi. Bu kishi savdo qildilar. Qaysi baraka bo'ldi? Ha, mana qo'ra. Nech pulga? 8,5. 8,5 bo'libdi. Qayerga qo'ydingiz? Hamda yo'q, Abdurahmonga beraman. 8,500,000 az baraka bo'lgan to'yimiz. To'yga hormang. To'ylar narxi nech bo'lgan aka? 100 ming.
Yana boş kaçmayayım ben. Ular narxi nechi pul aka? 13 milliondan kam bor ekan hurmatli. Qarodasi bilasizmi bularni? Mesni otlar. O'zimizga mesni otlardan, ha? Yo'q. Yeb-ich sog'lik salomatlik joyida aka. Yana bormi bunaqa to'ylarda? Ha, to'rtta ham bitta. Yo'q. Jupini olaman degan mesni berasiz aka? Kamig'i chiqsa, o'g'ilsa. 12 dan kamini qilib berasiz, so'raydi. Dastavkasi ham bormi? Kesilgan xizmat beraverasiz, qayerga bo'lsa. Telefon raqam qoldiramizmi? 99 deydi. 542 46 48. Hurmatli obunachilar, yo'nalg'a chiqarasiz akamizga. Bo'yni o'lchaganmiz, o'lchamaganmiz. 1.30 atrofida. 1.25 kilo, 1.30 atrofida hurmatli obunachilar. Qaysi soat baraka bo'lyapti aka? Necha pulga chiqdi bahasi? 10 million. 10 million. Xo'p, keyingi otlarimiz. Qaysi soat baraka bo'lyapti aka? Kelamiz. Yo'q, siz olgansiz. Jo'da. Ikkalasi baho bo'lyapti ekan. Erkak ekan. Bahos nechi pulga chiqdi? Bahos nechi pulga chiqdi? 45 milyon 500 ming. Jupi. Jupi. Zo'r. Egasi 46 ming deyapti. 500 ming so'm tortishyapti. 500 mingga tortishyapmiz. Egasi sotib chiqib ekan. Yosh necha yashar ekan otlari? 8dan. Ammo. So'ka hormang. Assalomu alaykum. Ha, rahmat. To'y narxi nechi pul ekan aka? 16 milyon kam bu. 16 million? 16 milyon kam. Bo'yi nechi? Bu chiqadi bu 120 130 chiqadi, ha? Zo'r. Qarodasi qanaqa aka otdi? O'zimiz joylar ot. Baho qilishdimi? Jazman bahosi bo'lmadi hali. Kam bormi aka? 14 million. Qancha? 14 millionga beraverasiz. Dastavkasi kelishgan uchun jo'natib beraverasiz. Zo'r. Telefon raqami aytingchi? 94 necha? 766 77 17. Saman bor. Bemalol qaytib qo'yadi. Kelgan. Bo'ldi, ko'rdim. 3700 ga beriladi aka. 3700 ga beriladi, ha? Hurmatli obunachilar. Mana saman soatlar. 178 plus minus. Bor aka. Ulog'i bormi? Uloqlari bor. Yosh necha yashar? Yoshi 7 ga endi to'larga hurmatli obunachilar. 3700 ga beraman deyapti ekan. Kami ham bormi aka? Ulog'i garantiyasi bormi? Garantiya. Cho'p ko'rib olishaveradi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bemalol qo'shib qo'yasiz akamizga. So'ga ot baho bo'lyaptimi aka? Ot baho bo'lyaptimi? Necha pul yechdi? 19. Yosh necha yasharadi aka? 7 yosh ekan. 19 million. Bular narxi necha ekan aka? Bobur narxini aytdi.
Birosi 15 kammi, ikkalasi 15 dan kammi. Bular ikkalasi ham biyami? Ikkalasi ham 15 milliondan kam bor ekan, hurmatli onalar. Ikkalasi ham biya ekan. Yosh necha yashar bularda aka? Mana 5 oylik bo'g'oz mana. Bunisi 5 oylik bo'g'oz. Yosh nechida? Ikkalasi ham ikkitadan tuqqan. Uchinchi qoringa bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz. Telefon raqami aytvoringchi? 94lik. 94lik. 552 552 0480. 0480. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqa ko'rasizlar. Bo'ylarini o'lchaganmisiz? Quruq 40 kilo, 50 minus hurmatli obunachilar. Biroz bo'shan deyverin. Aka, ana juda xonasida yana 15-6 so'lar aka. Tagisi yura bog'da qolsa. Telefon raqami aytvoringchi? 93lik. 93lik. 646 646 4552. 4552. Hurmatli obunachilar, Yana bemalol bitta bor. akamizga aloqa ko'rasizlar. Yana bitta nomer. Ha, bo'ldi yetadi shu. Xo'p, keyingi yotlarimizga o'tamiz. Assalomu alaykum. Hormat. Qo'ylar narxi nechi puldan aka? Jupimi? Donasimi? Yosh necha yashar buni? 2 yashar. 22 million. Ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Bunisi 22 million. Nargischi? Bu ham shunaqami? Bu ham 22 million kam bor ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ylarni o'lchaganmisiz? Bo'yi. Bo'yi 140 atrofida, hurmatli obunachilar. Ikkalasi ham erkak-a? Ikkitasini bitta joyga olsa necha pul berasiz, tog'a? Kamini qilib berasiz, savdo qilsa, aloqaga chiqsa bo'ldi. Yeb sog'lik salomatligiga garantiyasi bor. Telefon raqami aytvoringchi? 50. Necha? 202 11 31. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqa qilasiz. Yana bormi firmada? Tagisi bo'ldi, qo'ysiz. Aloqa chiqdi. Manzil qayerda? Manzil. Qo'qondan ekanlar, hurmatli obunachilar. Farg'ona viloyati. Qo'y, necha pulga chiqdi aka bahosi? 14 million. 14 million. Yo'q. Yoshga to'lganmi? 1 yoshdan o'tgan ekan. Yaxshi. To'ka to'ylar narxi nechi puldan ekan? Qaysi baraka bo'ldi aka? 12 ga. Nechi pulga? 12 ga. Ikkalasimi? Yo, bittasi mana 12 ga Ha, baraka. bunisi. 12 millionga barakasi yo'q. Hukumat qo'yadi. Shunga qach beradi? Menga bering. Ha, Shunda olasiz endi, to'g'rimi? 12 ga shunda olasiz. yo'q. Hukumat keng. Yo'q, to'ylar kimdan ekan? Sizdanmi aka? Narxi nechi puldan bulardi? 2 milliondan kami bor. 5 tasi. Yo'q, mana ikkalasi. Nargilarichi? Nargilari 13 dan kam bor. Bo'yini o'lchaganmiz bularni? Nechi bo'yi? Bo'yni, yo, o'lchamaganman. O'lchamaganmisiz? Yoshi to'lmagan birontasi. Yuvoshligi ekan. Zo'r. 5 tasini bitta joyga olsangiz siz berasiz aka? Kelishtirib beramiz. Kami bor, ha, xudo xolasa. 11 dan kami bor, 5 tasi. 11 dan kam bor aka, hurmatli obunachilar. Yana bormi aka firmada? Tagisi yo'q, xudo xolasa. Aloqa chiqsa shu bitadi. O'zdan yopib kelasizlar. Telefon raqamini aytvoringchi? 94lik. 758 3393. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqa chiqarasizlar akamizga. Zo'r. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi otimiz. Assalomu alaykum. Aka, hormang. Bu ot parodasi qanaqa aka? Bu boshqacha ot ekan. Qorabay, toza. Yo'lni o'zingiz kesganmisiz? 5 qashqa? Yaxshi. 1,5 yosh. Endi 1,5 yasha.
Yuvashligi yuvash. Mingi. Bir yarim yashar mingi bo'lgan. Ha, malades. Hurmatli obunachilar, mingi bo'lgan ekan 1,5 yasharlik to'yimiz. Yosh bolalar bemalol yuradi aka. O'g'lim polvon qilaman deganlarimiz uchun maxsus. Bo'yin o'lchaganmiz aka? Yo'q, o'lchanmagan. Taxmin qilib aytavering. 150 atrofida. 50 ishra. Masha akalar, o'to'z akalar, biladi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 150 bo'yi chiqadi. O'ta chiroyli, sifatli ot ekan. Zo'r. Narxi nechi pul aka? Endi hamma qiziqadi narx. 30 million xayri bor deyapti. 30 million xayri bor. Nechi pulga chiqdi? Endi astoydil baho bo'lmayapti. Endi Jazma savdosi bo'lmadi hali. endi bo'ladi. Zo'r. Telefon raqamini aytaverasizmi? 94lik. 94lik 151 151 43 40. 4340. Hurmatli obunachilar, akamizga tez aloqa qilasiz, ot yoqqan bo'lsa. Yana bormi aka bunaqa o'tadi? Taysira bunaqa bo'lsa. Aloqa chiqish bitadi. Manzil qayerda? Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Novqishloqdan ekanmiz. Xudo xohlasa aloqalaring bitadi. Taysira deyapti. Dastlabki xizmatchi aka? Kelishamiz uni. Kelishilgan ot Libojaga ketaveradi otlar. Qiziqqan odam kelib ko'zi bilan ko'radi, pulini kelishgandan keyin dastlabga qiladi. Onlayn ham ko'rsataverasiz. Qoldirilgan raqamda Telegram, WhatsApp imolar bor. Zo'r. Chetda ekanlarimiz ham bemalol aloqa chiqaverasiz, hurmatli obunachilar. Keyingi otimiz bo'lsa. Ot narxi nechi bo'lgan aka buni? 30 million kam bor ekan, hurmatli obunachilar. 5 qishqa ekan bu. Yosh necha yashar? Bahorda 3 bo'ladi. Mingi bo'lgan ekan, ha? Yosh bolalar ertalab boqsa ham bo'laveradi. Yuvash. Minsa ham bo'laveradi, ha? Zo'r. Bo'yin o'lchaganmiz aka? 160 dan baland. 160 plyusga olishaveradi, ha? Telefon raqamini aytaverasizmi? 97lik 050 02 32. Hurmatli obunachilar, O'zimiz tug'ilgan bu 2 yashardan o'tib bola hali. narxini necha pulga berasizmi, tog'a obunachilar? Endi baho turibdi. Kelishtirib beraman. Qancha? Buni boquvchi odam bo'lsa o'tib beraman. Qancha? Buni narxi 20 millionga beraman. 20 ga berib yuboradi. Beraman. Boquvchi odam bo'lsa 20 million yurib olsa, hurmatli obunachilar. 2 yashardan hech o'tib qoladi. 2 yashardan endi jichot, lekin oyoq qo'llari o'ta uzun ekan, zo'r. Bo'yni ham uzun ekan. Prosta olgan ilova shunaqaga boshqacha ot bo'ladi. Hurmatli obunachilar, tez aloqa chiqarasiz akamiz. Ot baraka bo'ldimi aka? Narxi nechi ekan buni? Barakasi 3,5 ga chiqdi. Zo'r. Hali berilgan yo'q, ha? To'g'ri. Borga. Orpagamga ber. Qo'yga hormang. Ko'k to'yimiz narxi nechi ekan? 28 million kam bor ekan, hurmatli obunachilar. Bo'yin o'lchaganmiz tog'a? 150 kilo chiqadi, ha? Yosh necha yashar? Bloger do'stim, qale Yosh 3 yashar ekan, hurmatli obunachilar. Mingi bo'lganmi aka? Yuvash, ha? Uloq hisob ko'rilmaganmi? Uloq kirgan, uloq. Axir galadan qaytaveradigan odat yo'q, ha? Yo'q, tarbiyalasa yaxshi ot chiqadi, xudo xohlasa. Nechi pul so'raydi? 28 kami bor. 21 millionga berilmoqda. Telefon raqamini aytaverasizmi? 99lik 927 56 86. Zo'r. Hurmatli obunachilar, bemalol qaytib qolasiz. Sen tortni ham reklama qilib qo'ydik, hurmatli obunachilar. Ha, reklama qildim. Aka, bu ot bo'yi necha? 1.45. Yoshi to'lganmi? 2 yosh bo'ladi, Mingi bo'lganmi? Hurmatli obunachilar, yaqinda 2 yashar bo'lar ekan, mingi bo'lgan ekan. Yuvash, ha?
yosh polvonlar bemalol mindiradi xohlasa. Yaxshi, telefon raqamini aytib yuboringchi. Telefon raqam 95lik 139 26 26. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol qo'shib ko'rasizlar. Uyda yana bormi aka? Boqiladiganlar. Sotiladigan yo'q, ha? Yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mehnatimizni qadrlang olta, bilan like, mashhur bo'lib, o'yinlar olib qo'yasizlar.